o'lim, ajalni qanchalik yaqinda yurishini ko'ring. Mana shu insonlarning qalbidan nima o'tyapti-ekan? Bilsanglar, hozirgi kunda Nepalda mana Nepal Hindiston bilan Xitoyda o'rtasida Pokistonda yon yerida joylashgan, ya'ni Pokistonda o'sha sharqiy tarafida mamlakat. Qarang, qanchalik ajal mana bu insonlarda oldi. Juda katta suv toshqini bo'ldi, suv toshqini. Endi do'stlar, bu suv toshqiniga nima sabab? Mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha tog'dagi ko'lga juda katta tog'dagi muz erib tushgan va buni oqibatida juda katta toshqin bo'lgan. Mana shunday voqea bizda ham haligi Shohimardonda 90-yillar o'rtasida bo'lgan, ya'ni o'sha tog'dagi muzliklar erishi oqibatida juda katta mana shunday holat bo'lgan. Mana shu kunlarda mana Qirg'iziston olimlari ham bong urib chiqishdi. Sababki Qirg'izistonda ham shunaqa tog'dan keladigan daryolar, qirg'oqlar yoniga yaqin har xil ko'ngilochar dam olish uylar, maskanlar qurish urf bo'lgan. Bundan saqlanishga chaqirdi Qirg'iziston. Chunki ularda ham iqlim shu Nepalga o'xshaydi, ya'ni tog'lik, Tojikistonda ham shu tog'lik hududlar o'ta vahima. Juda ko'p odam o'ldi. 350 odam deyapti, lekin juda ko'p odam o'ldi. Uy-joylar vayron bo'ldi. Nepal mamlakatida juda dahshat. Lekin mana bu insonlarning ko'nglida nima o'tyapti ekan? Sababi atrofingda ajal yuribdi, o'lim yuribdi. Mana bu suvga tushgan odam qaytib chiqmaydi, bu aniq. Bu yerda suv ham emas, bu faqat axlat, toshlar, xarsanglar. Alloh saqlasin. Suv toshqinidan, o't balosidan juda yomon. Alloh saqlasin.